Men Muqimjonov Asadbek, Toshkent davlat yuridik universiteti 1-bosqich talabasiman. Aziz Education'da tahsil olib, o'tgan yil kirishdagi sinovlarda 30 tadan 28 ta natija ko'rsatgan holda ushbu yutuqqa erishganman. Agarda sizda men kech boshlaganman, raqobatga bardosh bera olmasam-chi, qonunlarni tushunishda qiynalaman deydigan muammolar bo'lsa, sira ham hojat yo'q. Aynan bunki rejimimiz bunga bitada yechim beradi va sizni 3 qavatli himoya bilan qamrab oladi. Aynan Asadbek o'quvchimiz ham nisbatan kech boshlagandilar va qonunchilikni tushunishda biroz qiynalardilar va biz bunga ham yechim berdik va mana yuridik universitetning talabasi bo'lib turibdilar. Asadbek aynan sizga nima ko'proq manfaat bergan edi? Ustoz aytib o'tganlaridek ozgina kech boshlaganmiz. Shunga qaramasdan ustoz bunker kurslari menga juda ko'p yordam bergan. Shu testdan 28 ta ishlashga asosiy narsalar nima? Bu yerda biz har kuni 2-3 talar testlarni ko'rardik. Bu testlarni faqatgina ko'rib javoblarni tekshirish emas, balki ularni ichigacha tahlil qilardik. Birinchi bosqichda biz albatta kerakli normativ huquqiy hujjatlarni u yerda qo'llardik, qaysi normalari darslik bilan bog'lardik. Bundan tashqari ustoz bizga eng qo'l kelgan narsasini aytsam, abituriyentlar tilida ключевой so'z deyiladi. O'sha testda tushishi mumkin bo'lgan kerakli joylarni bizga aytib, o'rgatib ketadilar. Shu deb o'ylayman, menga eng katta yordam bergan. Shuning uchun aytaman, ustozga rahmat aytaman. Sizda ham qanaqa savol bo'ladi, qanaqa muammo bo'ladi, yozing ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali bizga murojaat qiling. Biz buning barchasiga bitta bunker rejimi orqali yechim topib qo'yganmiz va aloqaga chiqib to'liq ma'lumot beramiz.